Salom, men bu videoda qanday Crystalix'da ro'yxatdan o'tib unda o'ynashni tushuntiraman. Bu Minecraft serverda men yaqindagina 100 kun yashadim. Serverda o'ynash uchun sizga kerak bo'ladi kompyuter yoki notebook va internet. Bundan so'ng esa men o'sha Crystalix'da suratga olgan men 100 kun Skyblockda yashab qoldim videosi ostidagi havolaga bosamiz. Havolaga bosganingizdan so'ng sizni Crystalix'ning rasmiy saytiga olib o'tadi. Saytga o'tganingizdan so'ng birinchi navbatda undan ro'yxatdan o'tamiz. Buning uchun o'ng taraf yuqorida turgan tugmaga bosamiz. Bu yerda esa registratsiya ro'yxatdan o'tish bo'limini tanlaymiz. Birinchi navbatda o'zimizni o'yinda ishlatiladigan nickname tanlaymiz. O'zim ham bilmayman nega obuna bo'ling deb bo'ldim, agar men bu videoni Telegram ko'rayotganimda faqat fantaziya yo'qda pastdagi meni o'zingizning elektron pochtangiz bu akkauntga yozasiz. Qatorga parol bilan topasiz va uni yozasiz. To'rtinchisi o'sha parolni qaytarib yozasiz. Beshinchisi esa hech narsa yo'qligi shart emas. Bu oxirida mana bu to'rt burchakka bir marta bosib qo'yasiz va registratsiya ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Siz ro'yxatdan o'tdingiz. Yana launcherni yuklab oling. Janoban videoga chiqib o'rgatmoqchi edim. Mana bu yerda ro'yxatdan tugmasini bosamiz. Keyin tartibni va tayyor. Endi launcherni yuklab ishga tushirish qoldi. Launcherni yuklash tugmasiga bosamiz. Bu yerda agar sizda Windows topgan login va parolingizni kiritasiz. Men sizga mana shu login va parolingizni ishonchliroq joyga yozib qo'yishni maslahat berardim. Bo'ldi, tayyor. Endi Crystalix'da o'ynashingiz mumkin. Mini o'yinlar deysizmi? Modli OneBlock yoki Skyblock hammasi bor. Yana bir narsa, bu video Artifact Telegram kanali uchun maxsus tayyorlandi. Lekin katta ehtimol bilan siz uni YouTube'da ko'ryapsiz. Bunga meni hech qanday e'tirozim yo'q, lekin bir narsani unutmang. Bu baribir birinchi bo'lib Telegramda chiqqan, shuning uchun obuna bo'lib qo'ysangiz arziydi. Iloji bo'lsa bu videoni YouTube'ga qo'yayotganlar videosini havola qoldiring mening Telegram kanalimga. Bo'ldi.